O'zbekiston yoshlari jahonni hayratda qoldirdi. Gap shundaki, O'zbekistonning 18 yoshgacha bo'lgan xokkey bo'yicha milliy terma jamoasi Gonkongda bo'lib o'tgan Jahon chempionati 3-divizion A guruhi musobaqasida chempionlikni qo'lga kiritdi. Hal qiluvchi uchrashuvda O'zbekiston yosh xokkeychilari Isroil terma jamoasini 6-3 hisobida mag'lub etib, turnirning oltin medallariga sazovor bo'lishdi. Jamoa musobaqa davomida yuqori darajadagi o'yin namoyish qilib, barcha 5 ta uchrashuvda ham g'alaba qozondi. Turnirda O'zbekiston jamoasi Isroildan tashqari Gonkong, Turkiya, Bolgariya va Yangi Zelandiya terma jamoalarini ham mag'lub etdi. Natijada jamoa maksimal ochkolar bilan guruhda birinchi o'rinni egalladi. Mazkur g'alaba O'zbekiston yoshlari xokkeyi tarixida muhim natija bo'lib, ushbu muvaffaqiyat tufayli terma jamoa Jahon chempionatining 2-divizion B guruhiga yo'llanma oldi. Bu esa kelasi musobaqalarda yanada kuchli jamoalarga qarshi bahs olib borish imkonini beradi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, so'nggi yillarda mamlakatda xokkey infratuzilmasi rivojlanib, yangi muz arenalari va sport maktablari ochilayotgani yosh sportchilar natijalariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekiston U18 terma jamoasining ushbu g'alabasi mamlakat sporti tarixida yana bir muhim sahifa sifatida qayd etildi. Videoga like bosib, yaqinlaringizga ham yuborib qo'yishni unutmang. Surxondaryoliklar kanalini bizda kuzating va kanalimizga obuna bo'ling.